Hammaga salom, sizlar bilan YouTube yangiliklari. Ko'pchiligingiz xabar topgan bo'lsangiz kerak, YouTuber Blink Jennyxon vafot etganligi haqida uning singlisi Jennyxonning kanalida mazkur postni yozib qoldirdi. Ammo ko'plab YouTuberlar nega vafot etganligini va jonli efir qilish kerakligini so'ray boshladi. Bunga esa uning singlisi javoban "Asiya sizlarga kasalligini aytgan deb o'ylagan edim" deya post qoldirdi va keyinroq u 19-iyul kuni Ryumitsu kanalida jonli efir bo'lib o'tishini, o'shanda "Bu hayb yoki rostligini bilib olasizlar" deya post joyladi. Biz Jennyxonning singlisi bilan bog'lanmoqchi bo'ldik. Ammo ular bu haqida 19-iyul sanasida bo'lib o'tadigan efirdan bilib olishimizni aytdi. Bu hali hammasi emas. YouTuberlar orasida Asiyaning singlisi bilan gaplashganlar ham bo'ldi. Asiyaning singlisi 2 kishiga haybga yaqin narsa ekanligini aytgan va yana bir kishiga hayb emas deya yozgan. Hozirda kimga ishonishni ham bilmaymiz, lekin ko'plab YouTuberlar tomonidan bu bahs munozaraga aylanmoqda. Qanday qilib opasi vafot etgan paytda singlisi YouTube'ga videolar qo'yib, postlar joylashi mumkin yoki singlisi ham Asiyaning xuddi o'zidek videolar yasab, post joylayapti deya murojaat qilishyapti. Biz bu muammo tezroq ochiqlanishini so'raymiz. Kuni kecha YouTuber Ryu Honju o'z fandomi Ryush Jonkalar uchun 20 daqiqalik efir taqdim etdi. Eslatib o'tamiz, Ryu Honju YouTube'ga comeback qilish sanasi 31-avgust. YouTube'da yana bir e'tiborga olinayotgan narsa bu hater kanallarning paydo bo'lishi. Aksariyat hate kanallarni ham qo'llab-quvvatlashyapti. Bu esa ko'plab noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Nima bo'lgan taqdirda ham hate kanallardan YouTuberlarning tashqi ko'rinishlarini tanqid qilmasliklarini so'rab qolgan bo'lardik. Hammaga rahmat. Bugungi yangiliklar shulardan iborat edi.